Dagi savol. Ustoz, Qur'onda ey Rabbim, ota-onam meni yoshligimda tarbiya qilishgani kabi ularga rahim qil deb ota-ona haqqiga duo qilishga buyurilgan. Ba'zi ota-onalar farzandlariga tarbiya bermagan, ularga zulm qilgan, mehr ko'rsatmagan. Men ham yoshligimda ota-onam va yaqinlarim tarafidan ko'p kaltak yeb katta bo'lganman. Menga e'tiborsiz bo'lishgan. Shunga qaramasdan ularning haqqiga yuqoridagi duoni qilsam, yolg'on bo'lib qolmaydimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Ya'ni siz ota-onangizni to'liq qadrini bilmaganligingiz ko'rinib turibdi. Ota-onani sizda haqqingizga bir xolisona qilgan duosiga arzimaydi siz qilgan yaxshiliklaringiz. Ota-ona sizga haqqingizga masalan urgandir, so'kkandir, lekin ota-onadek xolis, ota-onadek yaxshi odam topolmaysiz o'zingizga. Eng bir xil ota-ona masalan nimadan kelib chiqib bir azoblanadi yoki xato qiladi, bolasiga qattiq tegadi, uradi. Lekin baribir bolasini yaxshi ko'radi, bolasini haqqiga duo qiladi. Qaysi ota-ona bolasiga duo qilmaydi? Siz bilmaysiz qanchalik duo qilganligini ularni. Masalan, siz bir joyda och qolib ketdingiz, faraz qiling, bir cho'lda qolib ketdingiz. Ochingizdan o'lmoqchi bo'lib turgan paytingizda oldingizdan bir odam chiqib qoldi-da, sizga bir suvmi, ovqatmi berdi va shu bergan narsasi bilan siz bu yoqqa yaxshilik joyga chiqib oldingiz. Keyin bir 20 yildan keyin o'sha odamni ko'rib qoldingiz. Palonchi, eslaysanmi, men senga cho'lda bir ovqat berdim. Ha, o'sha odamni sizda ustingizda qancha haqqi bor deb o'ylaysiz? O'sha odamni haqqiga duo qilsangiz xato qilgan bo'lasizmi? Shu odam menga yaxshilik qilganchalik sen ham unga yaxshilik bergin desangiz xato qilgan bo'ladi. Yo'q, endi onangiz shu odamchalik sizni hayotda saqlab qolmagan, hayotga kelishingizga sabab bo'ldi onangiz o'zi. Qonida 9 oy ko'tarib yurdi siz qiynalib. O'shani o'zi masalan bir kecha turib bir marta emizishiga sizni butun umringiz arzimaydi. Ota ham xuddi shunday, sizni yo'qdan bor bo'lishingizga sababchi bo'ldi ota. Qancha sizda haqqingizga duo qilgandir, tug'ilishingizda duo qilgandir, siz uni bilmaysiz. Shuning uchun bu aytgan gaplaringiz sizni ya'ni johil odamni gapini gapirayotganligingiz bu. Johil odamning gapi, ota-onani fazlini, haqqini bilmagan odamning gapi. Shuning uchun ota-onaning haqqiga biz duo qilamiz. Hatto ota-ona kofir bo'lsa ham ularga yaxshilik qilamiz biz. Ota-ona kofir bo'lsa ham yaxshilik qilishga buyurganmiz. Agar mo'min bo'layotgan bo'lsa, albatta ham yaxshilik qilamiz, ham haqlarga duo qilamiz. Allohu a'lam.